Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun yana bir qatim sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman va har biringlarning ulug' Ramazon oyini va oldimizda kelmoqchi bo'lgan ro'za aytinglarni qizg'in tabriklayman. Va shu munosabat bilan sizlarga Ramazonlik hayitlik sovg'a sifatida ma'lum bir foydali uchurlarni berib o'tmoqchiman. Ko'pinchalarga ma'lum bo'lgandek, Turkiyada aslida 2019-yil o'tkazilmoqchi bo'lgan saylam mush yil, ya'ni 2018-yil 6-oyga o'zgartirildi. Va bu saylam munosabati bilan hukumat xalqqa foydali bir turkum siyosatlarni e'lon qilgan bo'ldi. Endi bu siyosatlar faqat Turkiya xalqiga foydaliqmi yoki boshqa chet elliklarga foydaliqmi degan vaqtimizda Turkiyada yashayotgan chet elliklarga o'rtoq bo'lgan ba'zi foydali siyosatlar bor. Men hozir sizlarga dal mushu chet elliklarga o'rtoq bo'lgan foydali siyosatlardan ba'zilarini so'zlab o'tmoqchi. Hozir yo'l qo'yilgan bu foydali siyosatlardan birinchisi o'ymilik bilan aloqadorlik. Ya'ni bu o'ymilik qismidagi foydali siyosat qanday deganimizda Turkiyadagi nurg'unlagan uylarning rasmiyatlari to'liq emas. Masalan, hukumat ruxsat qilmagan yerlarga uy salib olganlar va yoki hukumat ruxsat qilgan doiradan oshirib, ya'ni belgilamaga xilof holda silingan nurg'unlagan mushunda qochoq uylar bor. Ya'ni bu uylar hozir mavjud, ya'ni hukumat yiqib etmaydi, ammo hukumat buni rasmiyatda uy deb qabul qilmaydi. Ya'ni uy xatida bu ya uy deb yozilmasdan zamin yoki yer deb mushu bo'yicha yozig'liq. Bundaq uylar bayam deb o'tganimizdek hukumat tunimaydi bundaq uylarni. Hukumat buni uy deb bilmaydi, buni nima deydi ekan? Buni yer, ya'ni zamin deb biladi ekan. Uningdan boshqa bankimi bundaq uylarni tunimaydi. Bankimi, ya'ni bu rasmiyatda uy xatida bu ya uy deb yozilmaganligi uchun bu ya uy emas deb mushu bo'yicha muomala qiladi. Endi hozir yangi chiqqan siyosatda qanday deganimizda mushu yil 2018-yili 10-oyning oxirigacha uy mulk idorasiga berib, siz iltimos qilsangiz, uy xatidagi burunqi yer deb yozilgan o'rinni ma'lum darajadagi intayin az miqdorda pul to'lash orqali buni uy, ya'ni ruxsatlik bir uy, qonunlik bir uy degan buningga o'zgartira olasiz. Bu siyosatlar bayam deb o'tganimizdek Turk fuqarosi va Turkiyadan uy sotib olgan barliq chet elliklarga o'xshash. Agar siz Turkiyadan uy sotib olgan bo'lsangiz va uy xatida uyingiz uy deb, ya'ni turkcha kat mulkiyati degandek bundaq yozilmasdan yer, ya'ni arsa deb yozilgan bundaq uylar bo'lsa, hozir iltimos qilish boshlandi. Mushil, ya'ni 2018-yili 10-oyning oxirigacha o'zining idorasiga berib iltimos qilib, shu uyingizning rasmiyatini o'zgartib, rasmiy uy deb e'tirof qilgan uy xatiga almashtirib olsangiz bo'ladi. Buning foydali taraflari nima deganimizda, bayam deb o'tganimizdek, uyingizni davlat va banka har qanday uy deb e'tirof qiladi, bahosimi o'sidi. Üçüncüsü, siz mushu uyning xatini ko'rsatib turib, o'zimiz sotib olganlar qatoridan iqomat iltimos qila olasiz va ma'lum yil soni to'shqandan keyin turk nopusiga, turk fuqaroligiga iltimos qila olasiz. Shunga qarindoshlarning bu fursatni qat'iy o'tkazib o'tmay, vaqtida foydalanib qolishni so'rayman. Endi so'zlab o'tmoqchi bo'lgan ikkinchi foydali siyosat qaysi deganimizda, Turkiyada nurg'unlagan Uyg'ur qarindoshlar har xil tijorat o'rinlarini, shirkat, do'kon degandek ish o'rinlarini ochib o'tadi. Endi bu o'rinlarga albatta shirkatni tizimlatgan ekan, do'konni tizimlatgan ekan, qanday qilamiz? Boj to'laymiz, boj kinishkisi olamiz. Endi boj kinishkisi elib, hozirgacha bojlarini to'liq to'lamagan, bojlari yig'ilib qolgan mundaq kishilar qanday qiladi deganimizda, hozirgacha to'lanmay yig'ilib qolgan bu bojlar boj siyosati bo'yicha bojga qanday qiladi? Bojga o'sim qo'shadi. Ya'ni sizning hozirgacha to'lamay yig'ilib qolgan 1000 lira boj bo'lsa, bu boj balkim o'simlari bilan hozir 1200-1300 degandek ma'lum bir yerga borgan bo'lishi mumkin. Endi hozir yangi chiqqan siyosatda qanday deganimizda, mushundaq bojlari yig'ilib qolgan kishilar uchun iltimos qilgan sharoitda buning o'sim qismlarini o'chirib, siz asli to'lamoqchi bo'lgan bojni to'lasangiz bo'ladi. Siz buni bir qatimda to'lasangiz bo'ladi yoki buni 6 oy, 12 oy degandek ma'lum bir bosqichga bo'lib bu bo'yicha to'lasangiz bo'ladi. Buning to'laydigan nisbatlari mushu siz to'lamoqchi bo'lgan, ya'ni bir qatimda to'lamsiz yoki manchi qatimda to'lamsiz degandek bu ahvolga qarab o'zgaraydi. Bu bir bilib olishga tegishli muhim nuqta, mushu bo'yicha foydalanib qolsanglar bo'ladi. Endi deb o'tmoqchi bo'lgan foydali siyosatlardan uchinchisi qaysi deganimizda, bayam deb o'tganimizdek Turkiyadagi do'kon echiyotgan, shirkat echiyotgan, mayli oshxona bo'lsin, satirachxona bo'lsin, cho'ng shirkat bo'lsin, her qandaq bir şirket, yani boj kinishkisi olgan bir şirket Türkiye'de odatda her ayda sug'urta pulisi topshiradigan bir ish bor. Bu sug'urta pullarini kim topshiradi, kim to'lishi kerak deganimizda, bayam deb o'tganimizdek, mayli u satirachxona bo'lsin, oshxona bo'lsin yoki bir do'kon bo'lsin, kichik do'kon, cho'ng do'kon, shirkat, buning hech qanday bir farqi yo'q. Faqatlam siz Turkiyadan boj kinishkisi olgan bo'lsangizlar, boj kinishkisi olgan kundan boshlab sizga har oylik majburiy to'laydigan bir sug'urta pulisi keladi. Bu to'laydigan pul odatda oylik 600-700 lira atrofida. Endi hozir yangi chiqqan bu siyosatda qanday deganimizda, 2018-yili 5-oyning oxirigacha, ya'ni 6-oydan burun bo'lgan bu sug'urta pullarini to'lay olmay qarz bo'lib ketgan kishilarningki, agar bu kishilar iltimos qilsa, butun qarzlarini yuvib o'tadi.
Bu intayin muhim ha qarindoshlar, bu intayin muhim. Ya'ni butun qarzlarini yuyib o'tadi. Misol bir odam do'kon ichib 1 yil bu sug'urtani to'lamagan bo'lsa, o'ttirichi bu odam allaburun 7-8 ming lira davlatga qarz kirib bo'lgan bo'ladi. Agar bu kishi qarzni 3-4 yil to'lamagan bo'lsa, o'simlari bilan qo'shib 20-30 ming lira qarzga kirib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni hozir chiqqan bu yangi siyosat bo'yicha shunda qarz yig'ilib qolgan, to'lay olmagan kishilar iltimos qilgan sharoitda davlat bundaq kishilarning qarzlarini yuyib o'tadi. Agar bu qarzlarini yuyib o'tish emas, buni to'lashni ixtiyor qilgan kishilar bo'lsa, bu sug'urta qarzlariga qo'shilgan o'simlar chiqarib o'tilib, aslida to'lamoqchi bo'lgan pulni bir qatimda to'lasimi yoki bosqichlarga bo'lib 6 oy, 12 oy degandek bo'lib to'lasimi bo'ladi. Endi agar shundaq yig'ilib qolgan qarzlarini yuyib o'tmay to'lasa nima foyda deganimizda, agar buni to'layman deb qolgan sharoitda bu kishiningki baldurroq keyincha damlashga chiqish bir orzusi bo'lib qolsa, damlashga chiqishga foydasi bor. Ya'ni bu to'lagan pullarini shu damlashga chiqadigan vaqt hisoblash kunlariga shuni qo'shidi. Agar mening hozir o pullarni to'lagudek iqtidorim yo'q degan sharoitda bu qarzlarni o'chirib o'tish, yuyib o'tish iltimosi qilgan sharoitda bu qarzlar bayam deb o'tganimizdek hammasi butunlay yuyiladi. Bu intayin foydali bir siyosatda qarindoshlar bundan yaxshi bir foydalanib qolinglar. Buningki iltimos qilish vaqti 7-oyning oxirigacha, ya'ni 2018-yili 7-oyning oxirigacha Turkiyadagi har qaysi ijtimoiy kafolat idoralariga berib, shu yerda iltimos qilib bu qarzlaringlarni yuyib olsanglar bo'ladi. Buni o'zingiz shaxsiy berib iltimos qilib o'chirib olsangizmi bo'ladi yoki sizning bu yerdagi buxgalteringiz sizga vakolatdan berib iltimos qilib o'chirib olsami bo'ladi. Endi mening hozir bu yerda ta'kidlab qo'ymoqchi bo'lgan yana bir nuqtam qaysi deganimizda, bizning bu yerda do'kon ochayotgan, oshxona ochayotgan, shirkat ochayotgan, qandaqlan bir tijorat o'rni ochgan bo'lmasin, ish qilib boj kinishkisilam olgan qarindoshlar bo'lsa, siz avtomatik majburiy holda bu sug'urtaga kirgan bo'lasiz. Balkim sizga buni buxgalteringiz demagan bo'lishi mumkin yoki siz buni bilolmagan bo'lishingiz mumkin. Ammo sizning hozir o'zingizdan xabari bo'lsin yoki bo'lmasin, siz bir boj kinishkisi olgan kundan boshlab siz avtomatik bu qarzga kirgan bo'lasiz. Men bu nuqtada ba'zi shundaq tijoratchi qarindoshlar bilan ko'rishgan vaqtimda ular o'zlarining mundaq bir qarzining borligidan bexabar ekanligini degan bo'ldi qarindoshlar. Ya'ni tijorat qilayotgan qarindoshlar biz faqat boj to'lasak ham bo'ladi degandek o'ylab qolgan ahvol bor ekan. Mushuni bilib olaylik, buningga sal qaramayli. Ya'ni agar siz boj kinishkisi elib 1-2 yil tijorat qilayotgan bo'lsangiz, siz avtomatikla 10-15 ming lira qarzga kirib bo'lgan bo'lasiz. Endi mening shundaq qarzim bormi, ya'ni bu sug'urta qarzim bormi yoki qanchalik bor, buni qayerdan bilamiz degan vaqtimizda buni ko'pinchalarning xabari bor. Turkiyaning e-davlat deb bir to'rbeti bor. Mush to'rbetga kirib, o'zingizning qarzini surishtirsangiz bo'ladi. Buni surishtirilgan o'rin, ya'ni shu to'rbetga kirib 4B sigorta borcu sorgulama degan shu tizimlikdan o'zingizning qanchalik qarzingiz bor yo'qligini bila olasiz. Bu sug'urta turini odatda sirtlarda Bakur deb ataydi, Bakur. Bu to'rbetdan boshqa yana bayam deb o'tganimizda Turkiyadagi har qaysi ijtimoiy kafolat idoralariga berish orqali shu yerdanmi o'zingizning qanchalik qarzingiz borligini shu yerlardanmi bila olasiz. Qarindoshlarningki bu fursatlarni intayin ching tutishni so'rayman, chunki o'zi bilmasdilla balki 20-30 ming, 40 ming lira qarzga kirib ketgan qarindoshlarmi bo'lishi mumkin. Buning iltimos qilish vaqti intayin qisqa, ya'ni mushi yil 2018-yili 7-oyning oxirigacha iltimos qilishingiz kerak. Mushuni bilib olaylar qarindoshlar. Endi bu sug'urta bilan aloqadorlik boshqa bir ta'kidlab qo'ymoqchi bo'lgan nuqtam, odatda siz bayatdan biz deb o'tgan bu sug'urta qarzlarini har oyda to'lab mangsangiz, siz va oila a'zolaringizning hammasi Turkiyadagi doktorxonalarda odatda haqsiz davolana oladi. Agar siz bu pullarni 1-2 oy to'lamagandan keyin bu pul qarz yig'ilib mengaveradi, ammo siz doktorxonalarda haqsiz davolana olmaysiz. Doktorxonalarda haqsiz davolanish uchun cho'qim sizning bu yerda sug'urta qarzingiz bo'lmasligi kerak. Ammo bu yerda bilib olishga tegishli intayin bir foydali siyosat bor qarindoshlar. Ya'ni agarda sizning mayli 50 ming lira bo'lamdi, 100 ming lira bo'lamdi, qanchalik qarzingiz bo'lishidan qat'iy nazar, sizning 18 yoshdan kichik bo'lgan qanchalik bolalaringiz bo'lsa, bu bolalaringiz doktorxonaga berib haqsiz davolana oladi. Yani demekçi siz bir yerde aşxona açkan bulun, satır açxona açkan bulun, yoki navoiyxona açkan bulun, yoki cho'ng bir shirkat açkan bulun, hukumatga to'laydigan sug'urta qarzingiz bo'lsa va siz buni to'lamagan bo'lsangizmi, siz doktorxonaga berib haqsiz davolana olmagan bilan sizning 18 yoshdan kichik bo'lgan bolalaringiz berib haqsiz davolana oladi. Yani Turkiyada boj kinishkisi bor bo'lgan har qanday bir kishining sug'urta qarzi bo'lsin yoki bo'lmasin qanday bo'ladi ekan, 18 yoshdan kichik bo'lgan bolalari doktorxonalardan haqsiz foydalana oladi ekan. Buni bilib olish tegishli intayin muhim bir mazmun. Chunki Turkiyada nurg'ulg'an do'kon ochayotgan, tijorat qilayotgan qarindoshlar bor. Ammo ular o'zlari biz doktorxonaga borolmaymiz deblan bilganligi uchun bolalari kasal bo'lib qolgan sharoitdami bolalarini pul to'lab turib davolatayotgan
yoki pul yo'q deb davolatolmayotgan ahvollar bor. Bu umumiy bo'lgan bir siyosat. Endi bu bolalarning haqsiz davolanish uchun qanday qilishimiz kerak deganimizda, shu bolalarningki kimliklarini olib shu ijtimoiy kafolat idorasiga, turkchisi SGK, mushi idoraga olib bolangizni o'zingizning nomiga tizimga oldirasiz. Ya'ni bu mening balam, mening sug'urtamdan bu balam foydalandi deb shuni tizimga oldirib qo'ysangiz, sizning qarzingiz bo'lsin yoki bo'lmasin, bolalaringiz doktorxonalardan haqsiz foydalana oladi. Bugun har qaysilarga bildirib o'tmoqchi bo'lgan asosli uchurlarim shu. Foydali bo'lgan uchurlarni yetkazim deb o'ylayman. Qarindoshlarning bu foydali siyosatlardan vaqtini o'tkazib o'tmay, vaqtida foydalanib olishini so'rayman. Shuning bilan birlikda yana bir qatam hammalarning bu ulug' Ramazon oyini va ro'za oyini qizg'in tabriklayman. Bu ulug' oy, ulug' kunlarning xushal xuramlik ichida, xotirjamlik ichida, barakatli, xushal xuram bo'lishiga tilakdoshman. Kelaqatim ko'rishgacha hammalar Allohga emanet.